Saidahmad Hasanxo'jayev o'zbek adabiyotining atoqli adiblaridan biridir. Bo'lajak yozuvchining bolaligi Toshkentda Elbek, G'ofur G'ulom, Oybek kabi yozuvchi va shoirlar davrasida o'tgan va bu uning yozuvchi bo'lib shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Saidahmad 1920-yil 10-iyunda Toshkent shahri Samarqand Darvoza mahallasida o'z davrining obro'li insonlaridan bo'lgan Hasanxo'ja Dadaxo'jayev oilasida dunyoga kelgan. Yosh Saidahmad o'zini turli sohalarda rassomlik, artistlik, fotografiklik, qurish va hattoki doktorlikda ham sinab ko'radi, biroq adabiyotni tanlaydi. 1941-yilda Nizomiy nomidagi pedagogik institutni tamomlaydi va Mushtum jurnallarida ishlay boshlaydi. Keyinchalik Qizil O'zbekiston, Sharq yulduzi kabi gazeta jurnallarda turli lavozimlarda mehnat qiladi. O'tgan asrning 50-yillarida Saidahmad Qatag'on davrining ikkinchi to'lqini vaqtida asl sho'roviy millatchilar guruhi a'zosi, zararli g'oyalar targ'ibotchisi sifatida ayblanib 25 yilga qamaladi. Saidahmad Qozog'istonning Qaraganda viloyati Jes-Qozon lagerida 4 yil qamoqda o'tiradi. Stalinning o'limidan so'ng aybi yumshatiladi va ozod qilinadi. 1940-yilda birinchi mualliflik hikoyalar to'plami Tortiqnoma bilan nashr etiladi. Uning Cho'l burguti, Lochin, Bo'ston, To'yboshi, Odam bo'ri kabi hikoyalari o'zbek adabiyotida yangilik ruhini olib kirgan. Adib hajvchi yozuvchi sifatida bir qator hikoyalar yozadi va shu bilan o'zbek radio va televideniyasida miniatyura teatriga asos soldi. Qandon pista, Bir o'pishning bahosi, Anka va Tanka hikoyalari shular jumlasidandir. Adibning Azroil o'tgan yo'llarda, Borsa kelmas darvozasi, Azob kabi hikoyalari qamoqxonada o'tgan yillari asosida yaratilgan. Yozuvchining Yo'qotganlarim va topganlarim xotiralari o'zbek adabiyoti uchun qimmatli asar hisoblanadi. Saidahmadning ko'pgina asarlari qardosh va xorijiy tillarga tarjima qilingan. Roman-nafis sifatida yozuvchi ko'plab asarlar yaratgan. 1964-1974 yillarda Ufuq trilogiyasini yozib tugatadi va o'zbek adabiyotida trilogiya janriga asos soladi. Asar 45 kun, Hijron kunlarida, Ufuq bo'sag'asida romanlarda iborat bo'lib, o'tgan asrning eng yirik voqealigi, Ikkinchi jahon urushi va undan keyingi yillardan hikoya qiladi. Ushbu romanlarda adib mahorat bilan o'zbek xalqiga xos oliyjanoblik, mehnatkashlik, to'g'ri so'zlikni yorqin bo'yoqlarda, sodda, samimiy qahramonlar hayotida ko'rsatib bergan. Ufuq trilogiyasi tufayli Saidahmad 1978-yil Hamza nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'ladi. Atoqli shoira Saida Zununova Saidahmadning rafiqasi bo'lib, ular birgalikda qisqa bo'lsa-da, ammo sermazmun, baxtli hayot kechirishadi. Buni adibning xotiralarida, shoiraning esa she'rlaridan payqash qiyin emas. Adibning rafiqasi haqida yozgan shoiraning Feruza olami xotiralari Yo'qotganlarim va topganlarim kitobida bor. 1988-yilda yozilgan Jimjitlik romanda esa Sho'ro davrining turg'unlik yillari, ichki dramalar, turizm inqirozi butun keskinligi shiddat bilan ko'rsatilgan. Saidahmad dramaturg sifatida ham sevimli ijodi bor. Ayniqsa uning Kelinlar qo'zg'oloni komediyasi juda mashhur. Aynan shu komediya tufayli adib turli mamlakatlarda bo'ldi, dunyo kezdi. Komediya unga katta mashhurlik olib keldi. Komediya spektakli hamon O'zbekiston va unga qardosh xalqlarning teatrlarida namoyish qilinib kelinmoqda. Kelinlar qo'zg'oloni 30 dan ortiq teatr sahnalarini ko'rgan spektakl. 1984-yilda taniqli o'zbek rejissyori Nilis Abzalov asar asosida kinokomediya suratga oladi. Film Sovet davrida olingan eng yaxshi kinokomediyalardan biri bo'lib qolgan.
Adib qalamiga mansub Kuyov spektakli ham o'zbek teatrining oltin fondidan joy olgan. 1995-yilda Saidahmad Do'stlik, 1990-yilda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlanadi. O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekiston qahramoni unvonlariga sazovor bo'ladi. Saidahmad 2007-yil 5-dekabrda vafot etadi. Yozuvchi Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan.